Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, barchaga xayrli kun. Uzoq muddatdan keyin yana sizlar bilan o'zim tayyorlagan o'yinlarni bo'lishmoqchiman. Mazkur o'yin ham oldin joylagan o'yinlarimiz kabi qiziqarli o'yinlardan hisoblanadi va ushbu o'yin informatik, ya'ni elektron xavfsizlik mavzusiga moslashtirilgan. Siz ushbu o'yinni o'z telefoningizga bemalol moslashtira olishingiz mumkin. Agar ushbu sayt qiziqarli bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada qiziq deb yozib qoldiring, qaysi sayt ekanligini yozib ketaman ustozlar. Demak, boshlashni bosib, bir boshdan savollarni ishlashni boshlaymiz. Agar to'g'ri javob bersangiz to'g'ri deb qarsak solinadi. Agar noto'g'ri javob beriladigan bo'lsa, mana shunaqa videodagi kabi ushbu qizcha tushib ketadi. Podvalga desa ham bo'ladi. Shunaqa qilib tayyorlangan o'yin o'zi tayyor shablon, faqat sizdan talab qilinadigan narsa bu savollarni o'zgartirib chiqishdir. Bizni kuzatishda davom eting. Endi bu yog'iga xudo xohlasa ta'tilga chiqib oldik. Tez-tez sizlar uchun kerakli, manfaatli videolarni chiqarishda davom etamiz. Keyingi o'quv yilida bemalol darsingiz davomida qo'llashingiz mumkin. Faqat sizlardan iltimos, obuna bo'lib, layk bosishni unutmang.